Tebranma ey ko'ngil hoyu havasga, sevgini maqsadga sotib olursan. Maqsad tugaganda sevgi ham o'lar, havasing ortidan bo'zlab qolursan. Vijdonda shunchaki yo'q, vijdonda jins yo'q, vijdonda qo'rqoqlik yo'q, vijdonda sotish yo'q, sotilish yo'q. Har narsaning negizida vijdon va or-nomus yashirin. Har qanday ish, har qanday amal vijdonan ruhni talab etadi. Amallaringga vijdonni qo'shdingmi? Chorlamay qo'ysinlar seni o'tmishga, sadosin tinglamay unutgin barin, xulosa chiqargin har xotiradan, tepkilab yurmagin murdaning qabrin. Dunyoning ishlari shu qadar uzluksizki, inson bu oqimda chumolichalik ham vaznga ega emas. Taajjubki bu zanjirga ta'sir o'tkazmoqchi bo'ladi. Inson yaralibdiki, bu oqimga tushmay iloji yo'q. Oqimga chap bermasa omma bilan bir xil podadagi mol kabi oqib ketaveradi. Podadan chiqishga harakat qilsa, cho'pondan kaltak yeydi. Qochaman desa ilmi yo'q, aqli hech narsaga yetmaydi. Demak, ilm podadan chiqish uchun yagona najot. Farqsizlik domiga tushmasdan oldin ishonchga hamisha harislik qilgin. Bu katta quroldir, bu katta mash'al. Eng katta farqi shu: o'ldirmas sekin. Charchoq katta tuhfa. Hech bo'lmaganda dam olish uchun, yangi yo'lni ko'rib olish uchun to'xtashga majbur qiladi. Charchashdan huzur olish, uni o'z tomonga og'dirish insonni baxtli qiladi. Sababi eng katta shirin uyqu ham charchoqdan keyin keladi. Xafa ham bo'lmayman otilgan toshdan. Shunchaki qarayman ko'zimni yumib. To'g'rida nima ham o'zgarar axir, sevganlar tuproqsiz turganda ko'mib. Har narsani manfaatga bog'lashlik muhim. Manfaat o'lgan joyda samimiyat ham o'ladi. Balki samimiyat ham manfaatlarga bog'liqdir. Charchadim oqimga qarshi suzishdan. Fikrlarim tarqoq, o'ylovlarim tushunarsiz. Hech qachon samimiyatni boshqa narsa bilan tenglamaganman. Irodam yetganicha samimiy bo'ldim, g'ururdan kechdim, o'zgarishlarga ochiq bo'ldim, ammo har safar pastga tushganim sari yukim og'irlashdi, bosim kuchaydi. Avvalgi o'rnimga qaytish uchun esa madorim yo'qdek, eski gapimni takrorlashga yana majburman. Bizni kutuvlar o'ldiradi, kutuvlar. Inson qanchalik kuchli bo'lmasin, ishongani oldida ojiz qoladi. O'ylashimcha eng yaxshi yechim kutuvlarni bir zotga bog'lab, ishonchni faqat uning o'zidan so'rash lozim. Qolgan hammani bu doira atrofida to'plamoq kerak. Hech kim birov uchun 2 rakat namoz o'qimaganidek, ishonchi
va kutuvi ham shunga yarashadir.